Arizani ish yuritishga qabul qilishni rad etish tartibini tushuntirib o'tsangiz. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy sud ishlarining to'g'risidagi kodeksining 133-moddasida ko'rsatilgan bo'lib, ish ma'muriy sudga, fuqarolik ishlari bo'yicha sudga hamda iqtisodiy sudga taalluqli bo'lmasa, ma'muriy sudda ayni bir xil shaxslar o'rtasida ayni bir xil predmet hamda ayni bir xil nizo yuzasidan sudning qonunchiga kirgan hal qiluv qarori yoki ish yuritishning tugasi to'g'risidagi ajrimi yoxud kelishuv bitimini tasdiqlash to'g'risidagi ajrimi mavjud bo'lsa, ma'muriy sudda ayni bir xil shaxslar, ayni bir xil predmet, ayni bir xil asoslar yuzasidan ish mavjud bo'lgan taqdirda ariza shikoyat sudya tomonidan qabul qilish rad etib ajrim chiqariladi va sudya tomonidan ajrim chiqarilgandan keyin taraflar shikoyat, prokuror esa protest keltirishi mumkin.